Arzonroq hovli yo'qmi deb qayta so'radingiz. Men sizga bitta kvartirani narxiga teng bo'lgan arzon hovlini tavsiya qilaman. Siz diqqat bilan eshiting. Jondor tuman markazida, Sadriddin Ayniy ko'chasida 4,5 sotix yer maydonida 3 etaj qilib qurilgan gaz, tok, suv masalasi bo'yicha barcha hujjatlari joyida, siz mazza qilib yashashingiz mumkin bo'lgan hovli sotuvga qo'yildi. Hovliga kiraverish qismida mana shunday keng darvozaxonasi bo'lib, bu darvozaxona salqin, havo aylanadigan joyda joylashgan. Bu hovlimiz 2 etajda qurilgan bo'lib, podval qismi bilan 3 etajlik xonadon hisoblanadi. Xonadonlar yarim tayyor holatga kelib, siz bu xonadonni xarid qilib, ta'mirlab, bemalol mazza qilib yashash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Narxlari bo'ladigan bo'lsa, atigi bitta kvartirani narxiga teng. Siz so'rashdan, men bo'lsa sizga tavsiya qilishdan charchamayman. Unutmang, siz uchun eng yaxshi imkoniyatlarni Jondordan gapiramiz tavsiya qiladi. Agar ushbu xonadon sizni uyingizga aylansa, meni ham mehmonga chaqirish esingizdan chiqmasin. Uyni narxini aytmading deb negativ yozmang. Hovlimiz $45,000 ga baholanib, agar sizni taklifimiz qiziqtirayotgan bo'lsa, qolgan ma'lumotlar uchun telefon raqam qoldiramiz. Ushbu telefon raqamlar orqali qolgan ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin.